Hammaga salom. Bilasizlar, men tug'ilgan kunim bo'ldi 21-yanvarda va menga juda ham ko'p gullar, sovg'alar keldi. Endi juda ham ko'p deganimda men uni unchalik kutmagan edim. Shunga hammaga kim menga yozib, telefon qilib, sovg'a yuborib, gul berib, hamma og'zaki tabriklaganga hammaga katta rahmat. Avvalambor meni topib qo'ygan onamga rahmat deyman. Meni katta qilishgan ota-onamga rahmat, otajonimga, opajonimga, meni har doim yonimda turgan oilamga katta rahmat aytaman. Va hozir sizlar bilan endi raspakovka chek qilamiz hamma narsani. Так, birinchisi, давайте oddiy narsalardan boshlaymiz. Birinchisi bu mana bunaqa paketikda irodishkadan menga kelgan. Mana bunaqa shokoladli edi. Buni shokoladligini o'zlaridan bildim. Endi ochib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Так, mana. Bismillahirrohmanirrohim. Muvash, обожать qilgan narsam, lekin hech qachon endi o'zimga faqatgina sovg'aga kelgan bo'lishimga xos qilgan bo'lsam. Mana qaranglar. Yag'idi. Endi yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat. Abdusha. Tak, keyingisi. Yeydigan narsalardan yana boshlaymiz. Keyingisi bu. Mana menga. Voy ben. Erganskiy. Benta tortmam nima? Menga berishgan edi. O'zimga qoshiq olib qo'ydim vilka bilan. Mana shunaqa benta tortik, faqat erib qopti mashinada kelguncha. Так, mana. Да, я хотела Dyson, а это загадаю и надую, наверное, отдельным видео. Bu tortik, benta tortikda menga bepul komandasi sovg'a qilgan edi. Ularga katta rahmat. Endi keyingi raspakovkamizga ketamiz. Voy. Buni отдельный video qilaman. Benta. Keyingisi bu Gavharapadan. Gavharapa menga mana shunaqa sovg'a berdilar. Ichida ochib ko'ramiz nima bor ekan. Rafaelочка. Bunaqa qilish kerak edi. Rahmat. Keyingisi. Вау. По-моему, это американские коинсы. Tangachalar. Mana bunaqa shokoladkalar ular ham. Undan keyingisi. Vau. Men kecha atir qo'ygan edim, o'zim atirimni. O'shanga uzr, men atirini topolmadim deb menga anaqadan duty freedan mana bunaqa nima? Burberry to'g'ri o'qigan bo'lsam, Burberry Her. Ну, как бы, Her. Вот, mana shunaqa atir edilar. 8 minut. Shu topolingina. 5 minut. Нужно подумать. Очишь. Очень кипяток, да. Очима. Накинем mana bu bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Wow. Buni idishi одно искусство-ku idishi. Narsaga yaqinroq ko'rsataman hozir. Qaranglar, idishini. Endi buni sepib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Wow. Gavharapa, rahmat, katta rahmat, attushi rahmat, chestno. Endi yangi atirim bo'ldi mana. Tak, endi keyingisi. Bu женский белье. Ko'rsatmaymi? Ладно, цветini ko'rsatamas edim. Bunaqa shokoladный цвет. Вот. Qolganini ko'rsatmayman. Buni umsalima sovg'a qilgandilar. Tak, ichida bitta ichadigan mango marakuya mojito bor edi va shuncha shokolad. Nechun shokolad. Rahmat. Endi keyingisi. Tak, bu Dyson. Bismillahirrohmanirrohim. Menda umuman Dyson bo'lmagan hayotimda, to'g'risini aytaman. Va bu meni birinchi Dysonim bo'ladi. Buni taroq deb aytdilar. Hozir ochib ko'ramiz. Hozir men ishxonada ochdim. Raspakovka qilib, общий fonda yana raspakovka qilaman dedim. Mana bunaqa taroq
Shundoq Dyson'da o'zim tarog'i bor ekan, keyin sochga qiladigani bor ekan, mana bu yerda. Вот, shunaqa. Ishlarimizdan Dyson'da qaraymiz endi. Buni menga savdo topiladi, savdo podatka qildilar. Kattakon rahmat. Va bu sinimdan kelgan sovg'a. Buni men to'g'risini aytsam, o'zim kutmagan emas, kutgan sovg'am edi va rosa xohlagan sovg'am. Buni anchadan beri olmoqchi edim. Agar o'sha bo'lsa, shunaqa deb o'ylayapman o'zim ham. Sochga kim sochi ko'p dazmol qilsa yoki o'zi umuman ko'p qiylari quysa, shunaqa apparat bor. Sochga quyganlarini полностью mana shu tagini kesib olmasligi uchun mana shunaqa apparat bor. Quygan sekushisi konchiklarini olib beradi. Da. Men buni ham xohlagandim. Mana sizlarga ko'rsataman buni. Mana qaranglar. Mana bitta mana shunaqa apparat, mana shu sekushisi volosini mana shunaqa qilib, olib qilasizlar-da. Sochlarni kesmasdan shunaqa ishlatsanglar bo'ladi. То есть bu olib beradi. Именно gullagan sochlaringlarni. Buni ochib ko'ramiz. Магнитный. Man как будто Dyson olganda xursand bo'lishim. Voy, chexoli bor ekan даже. Прикиньте, chexoli bor ekan. Mana bunaqa apparat. Buni bilasizlarmi? Ishonsanglar, 2-3 yildan beri o'zimga ko'z ostimga olib yurgandim. Mana shunaqa apparat. Mana bu yerga sekushisi konchikli tushadi. Mana shuni adashmayotgan bo'lsam, Beauty Chocolatemi или qaysidir такой salonda bitta mana shunaqa olib berishim, mana shunaqa adashmayotgan bo'lsam 3 yil oldin 250 mingami qildirdim-da men. O'shandan keyin mana shu apparatga qiziqib qoldim. Может, у boshqa apparatdir. Vau, без тока что ли работает? Нет, с током. Mana bu chexollari bor ekan. Mana bu esa tarog'i. Mana bu sochga bunaqa qistiradigan. Mana bu kitobchasi qanaqa ishlatish kerak, nima qo'yish kerak, hammasi yozilgan. To'qi. Mana bunaqa chexollar. Buni sizga sovg'a qildi. Kattakon rahmat. U so'raganda-da, nima sovg'a qiling deb. Ikkalasi ham so'radi. Va ortiq kutgan narsalarimni biri mana shu edi. Dyson xolavotdim. Если путешествие Wow, ishlatib ko'ramiz. Buni отдельно video qilish kerak. Putешествиеga chiqarimda menga Dyson menimcha удобныйroq bo'ladi. Sochimni kuydirmaydi ham feni bor, ham anaqasi bor, krutiz qiladigani bordi. Qanaqadir styler. Lekin endi ular bilaman, что на данный момент sinlarim uchun qimmat, o'zim uchun ham masalan hali olmaganman. O'zim uchun ham hali olmaganman. O'shaning uchun men mashina aytgan edim, mashina olib bera olasizlarmi deb. Bu где-то $50 atrofida turadi. Shunaqa xursandman lekin sochim shunaqa bo'laman xudo qolsa. Yana nima qoldi? Kichkina singlim men har doim aytganman, что Bastanni konsertiga rosa tushkim keladi, lekin hech ham tushmaganmiz. O'shani konsertiga menga prям открыточкаlar qilib, chiroyli qilib jo'natibdi. Endi ikkalamiz Bastan konsertiga fevralda tushamiz, xudo xolasa. Kim agar tushmoqchi bo'lsa, meni ko'rsanglar, salom deb qo'ysanglar, men ham siz bilan so'rashganda xursand bo'laman. То есть kim tanisa, конечно, tanimasligingiz ham mumkin. Shunaqa. Hammalarga kattakon rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman. Men bilan qolinglar va shunaqa live format uzun videolar qilishimga hammaga yordam bo'ladi ham. Ko'proq sizlar bilan tanishgan bo'laman. Bye bye.